Obunachilar, bugun 4 partiya qo'y chiqaramiz. 4 partiya zo'ridan chiqarasiz-a? Qo'ylarning narxi arzon o'zi. Ha. To'tala partiyani olgan obunachilarimizga mana shu qo'y bonus. Hammasini bir kishi olsa bitta qo'zni Mana bonus. shu bonus. Bittadan like bossin, kommentariy yozsin, navoda o'zini olsa 1,5 millionga beraveraman. 1 million 500 mingga beraversa navoda o'zini olsa. Sog'lom narsa. Akalar, jonivor. O'tda ham katta ekan, haqiqiy. Bolasi yarichka-ya, sovliq. Videoni oxirigacha ko'ringlar akalar. Mana bunaqa ekizaklardan chiqadi, xudo xolosa. Akalar, mana shu qo'y ham ichida ketdi. Agar buni qarang. Kelish kerak hammasi. Mana shu mana. Qosining ochiq dumbada birorta yotgan haligi bachkanasi yo'q qo'ylar işte. Hammasi go'zalagan jonivorlar. Kellalar, ko'tarib turishni qaranglar. Yosh oilaga qanaqa bo'lardi? Buni qo'ydi qaranglar. Mana bu garbonus qarang, jonivordi. O'tda ham, qulog'i ham uzunagana 20 chiqib qoladishligi pastda. O'lchab beraveramiz aka. Mana, ichini yoshini bitta ko'rsatib qo'yingchi. Assalomu alaykum, hojota hojonalar. Kanalimiz obunachlari. Bugungi xudo xolsa assortiment zo'rlardan olib kelib qo'yganmiz. Xo'sh, video syomkamizni Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boramiz. Hafta kunimizga juma, hammamizga juma ayyomimiz muborak bo'lsin deya 15-may kuni xudo xolsa kechki tomon soat 6 ga chiqaramiz. Jonivorlar zo'rlaridan, tiniqlaridan Qirg'iziston Bishkek qo'yini ishqibozlariga keldi bugungi akalar. Xudo xolsa zoti toza, qoni toza, nasldorlaridan narxini arzonlatib, ilojini boricha arzonlashtirishga harakat qilamiz. Sizlardan poddeshkani qilib akalar, like'lar ayamasdan bosib akalar. Xudo xolsa bittadan like hech balo qilmaydi jonivorlarga. Mana shu qo'ylar havas qildim deb kommentariyaga shuni yozib keting akalar. Hammamiz yetishamiz. Hammamiz uyimizda shunaqasidan 200 ta 300 talar bo'lsa eng kamida. Jo'q. Xudo xolasa. Rahmatjon akamiz arzonlatib beramiz. Assalomu alaykum obunachilar. Bugun Qirg'iziston Bishkekda yangi partiyalarimiz keldi. Zo'rlardan keldimi? Zo'rlardan kelib qo'ydik. Xudo xolasa 4 partiya, 5 partiya chiqarib beramiz, maylilik qilamiz. Bo'l, narxlarini esa davom etaverasiz. Bugunga qanaqa qo'ylarimiz bor? Bugunga egizakchi qo'ylarimiz bor. Nurullo, 1,5 milliondan qo'y chiqarib beramiz. 1 million 500 ming so'mga ham qo'y chiqarib beramiz. Bo'ldi akalar, gap yo'q. Poddeshkan ayamasdan qilaveringlar akalar, xudo xolasa. Jonivorlar 1 million 500 ming so'mga ham qo'chqor qo'zini zo'rdan chiqarib beraman deyaptilar. Jonivorlar, qaranglar, hammasi zo'r ekan. Oyoq qo'llar uzun ekan. Bo'ylari qanaqa bo'ladi aka? Bo'ylari Nurullo 83-85. 83-85 ga beraverasiz. Beramiz, olishaveradi. Eng kichkinasi 83, baland 85 ekan akalar. 85 dan yuqori ham kerak. Yosh oyligi qanaqa bo'lardi? Bular Nurullo yosh oyligi 4 tish, 2 tish. 4 tish, 2 tish. Bo'ldi akalar. Oldi 4 tish ekan, pasti 2 tish ekan. Rosa qo'chqorga qo'shib maza qilib boqadigan ekan. Ana shu qo'yib bitta ushlangchi. Qo'ydi. O'ta ham dorlari bor ekan ichida. Hammasi zo'r ekan. Terilgan. To'g'ri ichida. O'z terilgan qo'ylar ekan aka. Mana sifat bilan bo'lsa, mana akalar endi 4 tishga o'tib jonivor. Xotirjam qo'chqoringiz bo'lsa, zo'rra bo'lsa qo'shaverasiz. Addinda turgan holatda ham. Hammasi zo'r qo'yiladi. Bular narxini aytaylik, vaqt cho'zmasdan birinchi partiyani. Nurullo bularning 6 ta soni. Soni 6 dona. Joyga bo'lsa bor-ku. Chiroyli qilib arzonroq qilib ayting. Buni oldi qochdi gap qilmaylik. Bularni bir joyga olsa Nurullo 7 million 300 mingdan xayrini qilib beramiz. 7 million 300 mana qo'ylar qaranglar, sakrashini. 7 million 300 dan hammasi bir joyga ketaveradi. 6 tanasi ham. Bo'ldi aka. 6 tasi 7 million 300 ming so'mdan ketaveradi. Xayrini ham qilib berasiz. Bo'ldi aka. 7 million 300 ming so'mdan narx aytishyapti, kami bor xudo xolasa. O'tib beramiz Nurullo. Asli bu 8-8,5 qo'y o'zi. Asli 8-8,5 qo'yishadi boshqa kanallarda. Biz bonus bo'lsin qo'yapmiz xolos. Sizga arzonroq kelgani uchun arzonroq qo'yib beryapsiz-da. Bo'ldi akalar, birinchi qo'l olganlar akamiz xudo xolasa. Qiziq qaloqlarga ochqonlar. 7 million 300 ming so'mdan 6 tasi bir joyga ketdi. Tanlab olishga qanday bo'lar? Tanlab olish 7,5 dan tanlab olishaveradi. 7 million 500 ming so'mdan akalar o'zlaring kelib ushab olaverasizlar bemalol. Bu narxni hammasini bir joyga ayting. Hammasini bir joyga olsa Nurullo 7 million 100 mingdan qilib beraman. Yetkazib ham beraman. 7 milliondan qiling aka. 7 million bo'p 7 milliondan qarab turing. Samarqandga yetkazib beraman. Bo'ldi aka. Ketdi. O'zbekiston bo'ylab Samarqandga yetkazib beraman. Telefon qilishingiz-a? Qilishingiz. Bo'ldi akalar. 7 million so'mdan Samarqandgacha ketdi. Buni uzunligini qaranglar, jonivorni. Haqiqiy go'zal ekan. Hamma yo'g'i zo'r. Bo'ldi akalar. Narxini haqiqiy arzon bo'ldi. Men nazarimda qo'y tepasida turibman, qo'ylar yirik, katta qo'ylar. Kichkina allaqay dag'alagi
tirriq qo'ymas, badallari ham zo'r. Qo'chqor zo'r bo'lsa qo'shinglar, bolani olinglar. Biz akalar ketingi partiyaga o'tamiz. Obunachilar ketingi partiyamizga mana bunaqa ajoyiblardan, go'zallaridan terib qo'yibdilar. Soni 6 dona ekan akalar, xudo xolasa. Jonivorlar qaranglar, hammasi zo'r ekan, bir-biridan chiroyli ekan. O, ana sizda udaragan qo'ydi. Qaydan kelaverasiz aka, hamma qo'ylardan. Ular videoni boshida aytdik-ku, Qirg'iziston Bishkekdan yangilari keldi. Zo'rlardan keldi. Yangisi bo'ladi. Bo'ldi. Bugun narx ham arzon bo'ladi. Obunachilarimiz bitta-bittadan like bosib qo'ysin, zo'rlarni topib beramiz. Bo'ldi akalar. Ko'rsating 6 ta soni bo'ladi ham. Xudo xolasa mana bu qo'ydi. Garbonozlari ham o'zgacha ekan aka. Xudo xolasa zo'r variantlaridan. Hammasini o'zingiz terib kelasizligiga bo'ladi, aqdan O'zimiz bo'ladi. qo'yib beramiz ular. Zo'rlardan. Mana bu qo'ydi qaranglar. Hammasi mana teparoqdan ham ko'rsataylik. Qo'ylar mana dumbalari ham hamma Yosh oyligi nurlar 12 oylik. 12 oylikga turadi. Plyus minusga olishaveradi-ya. Mana. Sahrayman berishdan ko'rsatayotgan. Jonivorlar. 12 oylik atrofida olar ekansizlar. Yosh oyligi zo'r. Qo'chqorga qo'shga tayyor ekan aka, xudo xolasa. Bemalol qo'shishaveradi obar. Bular narxini ayting. Bular narxi nurlar bir joyga bo'lsa 6 million 200 mingni sunnatiga o'tib beramiz. 6 million 200 ming so'mdan ketaveradi-ya. O'tib beramiz. Obunachilarimizga. 6 million 200 dan demang aka. 6 milliondan qiling shularni. 6 talarni bir joyga olsa 6 millionni o'zlari dastlabki qilib olishadi. Dastlabki hali qilib berasiz-da endi. O'zi arzon-ku. Dastlabki hali qilib beraman davring, telefon qilishadi. Toshkentgacha Samarqand qilib beramiz dastlabki hali. Bitta-bittadan like bosib qo'ysa qilib beramiz. Bo'ldi. Akalar mana shu kanalga obuna bo'lib, like'lar bosib turinglar, mashinaga qo'ylar chiqaveradi akalar. Xudo xolasa, hammasi zo'r go'zallari mana bu dumbani qaranglar. Mana. Mana haqiqiy garbonuz mana shu deydi. Jonivor. Hammasi zo'r ekan. Mana qo'ylar. Bir qator yurishini ham bir qator ko'rsataylik. 6 million so'mdan mana shu 6 tasi bir joyga ketaveradi. Qo'zichoq narxida bo'lyapti. Barra qo'zini ham kamida 4 million sotilyapti-da, to'g'risini. Ochiq hali barrasini. Endi bu qo'ylar 6 milliondan haqiqiy menimcha arzon bo'ldi. Dollar bobi ham ketdi. Qo'li ham uzun. Tomoni ham mana. Jonivor. Dumbalar izlasizlarmi? Dumbalari ham haqiqiy oqish dumba. Qo'chqor zo'r bo'lsa maza qilib qo'shasiz. Mana. Yosh ekishga endi o'tib jonivor. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Mana. Hammasi bir joyga. Mashinaga to'g'ri. Ashdan ko'tar. Hammasi bir joyga bo'lsa kerak ketdi. Narxini ham arzonlab beraman. Ketdi sakrab. Ketingi partiyaga o'tamiz akalar. Aka bular egizakmi o'zi? Bular egizak emas. Lekin bir joydan olingan bo'lishi mumkin, lekin biz mashinasiga beramiz. Mana shu narsaga berasiz-a? Mashinasiga beramiz. Akalar, men o'zim ham egizak deb o'ylabman jonivorlar. Ikkalasi bir xilda ekan. Bitta qo'yvarish qo'yiladi. Ikkalasi ham 4 kishi egizak bo'lishi ham mumkin. Ikkalasi ham 4 kishi egizak bo'lishi ham mumkin. Lekin mana shu narsaga beriladi akalar. Buni ikkovi bir xil bo'lsa egizak deb chiqarib u bo'lmaydigan ish akalar. Ochiqda, lekin ikkalasi haqiqiy hamma yo'g'i bir xil ekan jonivor. Yunglari ham o'ta ham toza, yaltirog'idan ekan. Yosh oilaga 4 kishidan ekan. Qo'chqorga qo'shga tayyor yoki bo'g'ozmi aka bular? Qo'chqor bir qo'shib olishaveradi. Qo'shib olishaveradi. Mana shu narigizini qonni osilib ketibdi, o'shanga aytyapman. Osilib qolibdi. Ha. Lekin qo'chqorni yurgan. Garantiya bermaysiz-da? Bermaymiz-da. Qo'chqorni yurgan deyishdi, lekin mashinasiga beramiz. Bo'ldi akalar. Garantiya berilmas ekan, lekin mana shu narsaga berilar ekan. Jonivor. Haqiqiy zo'r ekan. Ikkalasi ham o'ynab turibdi. Bularni vaqt ko'p cho'zmasdan issiqda qo'yda ham qiynamang, odamlarni ham qiynamang. Narxini aytib qo'ygan ikkalasini bir joyga bo'lsa. Ikkalasini bir joyga bo'lsa, obunachilaringizga 14,5 millionga dastlabki hajida yetkazib 14 million 500 ming so'mga-ya? Yetkazib beramiz dastlabki hajida. Bo'ldi akalar. 14 million 500 ming so'mga. Kelishtiring narxini arzonroq qilib. Obunachilaringiz nurlar like kommentariya yozilsa, yana 300 ming tushib beramiz. 300 mingdanmi, 300 mingmi ikkalasiga? Ikkalasiga 300 ming. O'shanda 14 million 200 mingga O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. O, ay jonivorlar qaranglar, 14 million 300 ming so'mga ikkalasi bir joyga ketaverar ekan. Jonivorlar. Kelishtiring, yana ham narxini o'tib bering bo'ladi. Kelishtirib. 14 millionga Samarqandga yetkazib beraylik bo'pti. Samarqandgacha 14 millionga. 14 million so'mga 7 milliondan deb bo'ladi o'shanda. 7 milliondan bo'ladi o'shanda. Yana ham arzonlating aka bizning obunachilarimizga. Bugun bomba bo'lsinmi? Bugun bo'lsa bir bo'lsin. 13 million 500 mingga Toshkentgacha yetkazib beraman. 13 million qilib berishadi. 13 million 500 mingga Toshkentgacha. 13 million. Bo'ldi-yu. Bo'ldi, mana bunday qilamiz. Telefon qilishadi, yana o'tib berasiz. Bo'ldi, telefon qilib so'zlarga o'tib beramiz. Bo'ldi akalar. Obunachilaringizga. Telefon qilaverasizlar, mana shu ikkovi 13 million 500 ming narx aytishyapti, kami bor. Telefon qilib aloqaga chiqaveringlar. Bunaqalardan hali ko'p chiqadi, zo'rlardan hali oldinda.
Videoni oxirigacha ko'rib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Akalar, mahnaqa qo'ylarni boqish hammamizga nasib qilsin. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Ona bilan o'ta ham gigantini olib kelib qo'yganmiz. Jonivorni qaranglar, o'ta ham zo'r. Onasining bo'yi o'zi o'ta katta qo'y. Xullas kalom, mana shu videoda ko'rib turgan qo'yingiz videoga chiqaramiz bugunga. Ona bolasi yarichkada xolasa. Qo'y zo'r yo'q aka. Nurullo, obunachalarimizga ino bolasi yo'qmi degan obunachilarimiz aytib keldi. Soni o'zi bir dona. Soni bir dona. Ulgurib qolsin, narxini arzon qo'yib beraman. Haqiqiy Qirg'iziston mishkakni qo'y-ya. Ha. Jonivorni qaranglar, zoti toza, nasli toza qo'ylar, jonivorlar. Zo'rlardan boqaman deganlar aloqaga chiqinglar. Shunaqalardan olib kelishga harakat qilaveramiz ilojini boricha. Yosh oyligi qanaqa buni aka onasini? Nurullo ikkinchi bolasi. Mana shu ikkinchi bolasi-ya. Ikkinchi bolasi. Yosh ekan akalar. Endi 4 ishga o'tgan bo'ladi ikkinchi bolasi. Rosa bo'lsa 6 ish. Nimagaki Qirg'izistonda ekitishga o'tganda qo'yga qo'shiladi. 4 ishga o'tganda bitta tug'adi akalar. 6 ishga o'tganda ikkita tug'adi. Bilmaganlarga navod. Sizga sog'liq Nurullo. Onasini bo'yini chiqadi akalar xolasa. Bo'ylarni o'lchab beramiz, telefon qilsa. Bo'yini o'lchab beriladi, hali o'lchanmagan. O'lchanmagan. Dumbalari ham tikka. Onasidan qo'chqorga shuni borib qo'shaverasizlar bemalol. Shunaqalardan kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Narxini ayting buni yo'lida qilib. Narxini Nurullo O'zbekiston bo'ylab 15 millionga ketaveradi. 15 million so'mga ketaveradi O'zbekiston bo'ylab. Ketaveradi. Akalar 15 million so'mga ketadi mana. 1 metrli to'siq demayapti. Mana bolasi ham zo'r. Bolasini o'zini puli 15 million so'mga ona bola ketaveradi bemalol. Mana bolasi ham katta. Quloqlari ham uzun, zo'r qo'shilgan ekan. Qiziqqan aloqaga chiqaringlar. Toza elitani ona bolasidan qidirganlar videoni oxirigacha tomosha qilinglar akalar. Xudo xolasa o'ta ham go'zallarda mana bu qo'ydi qaranglar jonivor turishini. Bolasiga bir manzara o'ta chiroyli jonivor. Toza hisori elitasidan boqaman deganlar. Ikkalasi ham zo'rdan kelib qo'yibdi. Ona bola ya bularda xolasa. Ona bola Nurullo, ona bolani zo'rini qo'yib qo'ydim. Ona bolani zo'rdan kelib qo'yib haqiqiy Narxini ham jonivor. arzon qo'yib beraman. Bo'ldi, narxini ham aytamiz. Yosh oyligi qanaqa bo'lardi? Onasi 4 ish, bolasi 10 oylik plyus. Onasi 4 ish, bolasi 10 oylik plyusga olishaveradi, xotirjam. olishadi. Bolasini dumbasini qaranglar. O'tda ham raketa dumba ekan. Qo'chqor zo'rini qo'yishgan ekan. Qo'chqor zo'r qo'shilgan ekan haqiqiy. Bu qo'y hali gigant to'p ketadi bu qo'yni qaranglar. Jonivor. Ikkalasini bir joyga ayting narxini. Ikkalasini bir joyga Nurullo 13,5 millionga dastavkachilik qilib beraman. 13 million 500 ming so'mga ikkalasi bir joyga ketaveradi-ya. Ketaveradi. O'zbekiston bo'ylab aloqaga chiqing. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlari bor 13 million 500 ming so'mga. Telefon qilib aloqaga chiqinglar. Biz ketingi partiyalarga o'tamiz akalar. Kelishadigan joyi bor, kami bor, telefon qilaveringlar hamma qo'ylardan. Mana bitta qo'ngchi. Jonivorlar o'ta zo'r ekan. Toza elita yaltirayotibdi onasi ham yaltirab mana. Toza simjun. Bolasi ham zo'r, go'zal. Biz ketingi partiyalarga o'tamiz. Qo'ylar qaranglar. Qo'chqormi sog'liqmi? Qo'chqor Nurullo. Qo'chqor qo'zi 1 million 500 ming so'mga. Hammasini olganga mana shu qo'yimiz xayriyaga berilar ekan akalar. Hammasiga qo'shib beramiz. Bo'ldi akalar. Qaddashgan qilaverasizlar.